Assalomu alaykum aziz shaxmat muxlislari. Shaxmat saltanati kanali o'z faoliyatini davom ettiradi. Biz sizga shaxmat taktikasi haqidagi ma'lumotlarni havola etishda davom etamiz. Bugun ham ana shunday usullardan biriga murojaat etmoqchimiz. Bu safargi uslub bu katakni bo'shatish deb ataladi. Ya'ni ma'nosi shundan iboratki, bir katakda sizning sipohingiz turibdi. Agarda bu katakda boshqa sipohingiz turganida sizga moddiy jihatdan foyda keltirishi mumkin edi yoki hatto mot qilish mumkin edi shu katakka boshqa sipohni olib kelib va hokazo. Taxtada vujudga kelgan vaziyat Hübner va Benrouzlar o'rtasidagi partiyadan olingan lavha va bu yerda e'tibor bering, C6 katagida oq rux joylashgan. Agarda mana shu katakka ot kelganida ikki yoqlama zarba bo'lar edi va oqlar moddiy jihatdan ustunlikka erishib, keyinchalik partiyani ham g'alaba bilan yakunlashlari mumkin edi. Shuning uchun C6 dagi ruxni qandaydir samarali uslubda boshqa katakka olib o'tish kerak. Oddiy yurishlardan so'ng albatta qoralar sezib qoladi va bu xavfdan muvaffaqiyatli himoyalanishlari mumkin. Shu tufayli samarali yurish ko'pincha ushbu katakdagi sipohni qurbon berish hisoblanadi. Albatta qurbonsiz ham katakni bo'shatish mumkin. Ko'pincha kisht berish yo'li bilan yoki mot qilish xavfini solgan holda va yoki boshqa kuchliroq sipohga hujum qilgani holda ham katakni bo'shatishi mumkin sipoh, lekin ko'pincha samarali bo'ladi uni qurbon berilishi. Lekin qurbon berganda ham hisob-kitoblar aniq bo'lishi kerak, chunki qurbonni nima uchun beryapmiz? Albatta g'alaba qozonish uchun. Qurbon bersak-u mag'lubiyatga uchrasak, demak hisob-kitoblarimiz oxirigacha yetmagan ekan. Bu shaxmatchi uchun o'ziga xos bir maktab bo'lishi kerakki, keyingi safar albatta hisob-kitoblarni to'liq pishirgandan so'ng qurbonni amalga oshirishga odatlanishimiz kerak bo'ladi. Va hozirda asosiy hisob-kitob shundan iboratki, ushbu ruhni HJ ko'rinishida qoralar urib oladilar va keyinchalik OC6 dan kisht va ikki yoqlama zarba tufayli ruh boy beriladi. Bu hali hammasi emas. Agarda qoralar ikki piyodani saqlab qolganlarida balki bu durang bo'lar edi. Ot ushbu katakda har ikkala piyodaga xavf solayapti va ularni endi saqlab qolish ancha mushkul. Hech bo'lmaganda bittasini boy bergandan so'ng ikkinchisi ham saqlab qolinishi qiyin, chunki shoh ancha uzoqda joylashgan. Bu asosiy yuzada ko'rinib turgan variant edi. Ikkinchi variant ham bor bu holatni, ya'ni agarda qurbon qabul qilinmasa, qurbonga qarshi qurbon amalga oshirilishi ham mumkinmidi? Ha, mumkin edi. Ruh otni E5 katagida urib olishi mumkin edi. Mana qurbonga qarshi qurbon. Va endi oqlar ruhni urganlaridan so'ng qoralar ham HJ ko'rinishda ruhni urib oladi. Endi oqlar qanday yutishlari mumkin partiyani, chunki moddiy jihatdan ortda qolmoqdilar, ya'ni kam omadga egalar. Bunda albatta ushbu piyoda, ya'ni E yo'lagi bo'ylab oldinga ketayotgan, hozirda E6 ga surilgan oq piyoda oqlarning g'alabasini ta'minlar ekan, chunki uning kvadratiga kirishga qora shoh ulgurmaydi. Mana e'tibor bering va u farziga aylanadi. Ot ham harchand harakat qilmasin, ushbu piyodani to'xtatib qola olmas ekan. Mana bu vaziyatni o'zingiz hisoblab ko'ring. Ot qaysi katakka kelsa ham ushbu holatda demak piyodani to'xtata olmas ekan. Keyingi vaziyatga o'tamiz. Keyingi vaziyat ancha murakkab va chiroyli vaziyat. Bu Gargadze va Queen-J'lar o'rtasida, gruzin shaxmatchilari o'rtasida o'ynalgan partiyadan lavhani ko'rib turibmiz. Oqlar ancha hujumkor va J5 da ruhni qamal qilganlar ochmasda va keyingi yurishda ushbu ruhni yutib olish xavfi vujudga kelgan va qoralar ushbu vaziyatdan chiqish uchun farzinlarni almashtirib yuborish yo'lini topdilar va farzin F2 katagi orqali ikki yoqlama zarbani amalga oshirmoqda, ya'ni kisht bermoqda va farzinga hujum qildi. Bu oqlarning nazarida farzinlarni almashtirish deb qabul qilingan bo'lishi mumkin, lekin qoralar yashirin qurolga ega edilar. Bu kombinatsiyaning
ikkinchi qismida ko'zga tashlanadi. Ya'ni ikkinchi qismi, birinchi qismi ikki oqlama zarba edi, ikkinchi qismi esa katakni bo'shatish. Ya'ni aynan o'sha ochmasdan turgan, endi esa ochmasdan qutulgan J5dagi ruh o'zini qurbon qiladi H5 katagida. Bu yurish ham majburiy. Nima uchun J5 katagi kerak bo'lib qoldi qoralarga? Bu katakka piyodaning kelishi, J5 yurishi o'yinga yakun yasar ekan. Mana shunday chiroyli yakun ushbu partiyada kuzatilgan ekan. Keyingi vaziyat Alyokhin va Shishko degan shaxmatchi o'rtasidagi partiyadan lavha ko'rib turibmiz. Oqlar ikki ruhga egalar va e'tiboringizga tushishi kerak bo'lgan yana bir holat, uzoqda joylashgan, chetda joylashgan, oldi ochiq piyoda A5 da oqlarda va mana shu piyoda o'yin taqdirini hal qiladi. Buning uchun esa qoralarning xavfini bartaraf etish kerak. Agarda hozir F1 dagi ruhni aytaylik A1 ga olib kelib, ochiqdan ochiq piyodani oldinga surish g'oyasini sursalar oldingi oqlar, bunga ulgurmasliklari mumkin, chunki piyodalar yoki farzin H yo'lagi bo'ylab xavfli hujumni tashkil etishi mumkin va hokazo. Va Alyokhin bu holatda kombinatsion yechim topyapti. Farzinni urib oldi. Go'yoki bir qarashda endi F2 dagi qora piyodani qanday qilib to'xtatish mumkin? Shoh hozir to'xtata olmayapti va bunga qanday erishish mumkin? Mana shu yerda mana ikkinchi ruh ham qurbon berilar ekan F5 katagida. Endi bu ruhni ham urib olish majburiy, chunki agarda boshqa yurish amalga oshirilsa F2 dagi piyoda boy beriladi va albatta bu oqlarning g'alabasi. Ruh urib olingandan so'ng esa mana katakni bo'shatish. Ya'ni J2 katagiga oqshoh yetib kelish kerak edi. Buning uchun mana piyoda ham qurbon berilyapti va endi J2 da oqshoh paydo bo'lganidan so'ng A5 dagi piyodaning kvadratiga harchan harakat qilsa ham qora shoh yeta olmaydi. Buni albatta ko'rsatishimiz balki shart emas edi. Xo'p, masalaning ikkinchi varianti ham bor. Ikkinchi varianti qanday? Piyodani urib olishi shart emas qora shoh, u oldinga tashlanishi mumkin, lekin shunda ham biroz himoyaviy yurishlardan so'ng baribir ham bu piyodaning kvadratiga yetib kela olmaydi qora shoh va oqlar mana shu tarzda g'alaba qozonadilar. Keyingi vaziyatga o'tamiz. Bu esa Bogolyubov va Kapablanka o'rtasidagi partiyada vujudga kelgan holat. Hozir ko'rib turibsiz, biz hoshiyaga olgan E4 katagida qora ot joylashgan. Agarda bu ot bo'lmaganida piyoda E4 ga surilar edi va oqshoh mot bo'lar edi. Va shu tufayli otni bu yerdan olib ketishning eng samarali yo'li kisht berish yo'li ekan va ot qurbon berilgan bo'lsa-da, vaziyat oqshohning mot bo'lishi bilan yakunlandi. Va keyingi vaziyat bu Vejay va Hadja deb atalgan shaxmatchilar o'rtasida Albaniyada o'ynalgan partiya ekan. Hozirda ikki tomonlama o'tkir vaziyat, ya'ni ikkala shohlar ham ancha xavfli joylashganlar, lekin ayniqsa qora shohning ikki katak bo'ylab, ikki katak orqali, ya'ni J7, H7 kataklar orqali mot bo'lish xavfi bor. Har ikkala katakni ham birdaniga himoya qilib bo'lmaydi. Aytaylik, mana hozir H6 surilsa J7 dan mot bo'ladi, yoki bo'lmasam ruhni J8 ga olib o'tilsa H7 dan mot bo'ladi. Va endi agarda o'ylab ko'rilsa H3 dagi ruhni bartaraf etilganida, sur'at bilan bartaraf etilganida farzinni yutib olishlari mumkin ekan. Bunga qanday erishish mumkin qoralar? Bunga albatta katakni bo'shatish usuli bilan, ya'ni farzin o'zini E1 katagida qurbon beradi. Farzinni urib olish majburiy va F2 katagi ot uchun bo'shadi. Ot ikki oqlama zarbani amalga oshiradi va shohning yagona yurishi ot endi o'sha H3 dagi xavfli ruhni urib oldi va yana kishni amalga oshirdi. Urib olingandan so'ng mana endi HJ ko'rinishda farzin ham urib olindi. Va mana shu tarzda qoralar g'alabaga erishadilar. Aziz shaxmat muxlislari, sizga namoyish etilgan uslubni yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu katakni bo'shatish g'oyasi edi. Siz ham mana shunday o'yinlarda ushbu uslubdan foydalanishga harakat qiling. O'ylaymizki, bu o'yiningizga mazmun olib kiradi. Buguncha xayr.